Ana endi security uchun asosiy detail bo'lgan user klassini birgalikda shakllantirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun menga kerak bo'ladi bitta entity degan package hamda user klassi. Xo'p. Nima fillar bo'lishi bu o'zingizlarga bog'liq. Men hozir eng minimum tarzda shakllantiraman buni va o'sha asosda securityni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Kelinglar mana shu rolni hozirdan bitta alohida klass qilib chiqarib keta qolaman va userning ichiga qo'yib ketamiz. Buni keyinroq foydalanamiz. Ya'ni hozircha bunga butun fokusni qaratmaymiz. Shunchaki rol degan tushuncha bor ekan. O'shanga ahamiyatlilarni berib qarab tursanglar bo'ladi. Va rollarni albatta enam orqali shakllantiramiz. Xo'p. Menda demak hozirchalik admin, user hamda moderator degan rollar bo'lsin. Mana shu 3 ta rol yetarli va endi bizga yana bitta enamlarni ro'yxati kerak. Ular authorities enam. Bu haqida ham sizlar bilan keyinroq gaplashamiz. Hozirchalik shunaqa narsa bor ekan degan tushuncha bo'lib tursin. Xo'p, asosiy narsa private long id, private role enam, role va database saqlash oldi bu narsa esingizdan chiqmasin. Enumerated enam type string qilmaydigan bo'lsanglar, bu ordinal holatda, ya'ni enamni raqamini saqlab ketadi, ya'ni so'z sifatida saqlamaydi databasega. O'shani oldini olish uchun enam type stringdan foydalanamiz. Xo'p. Hozircha user klassimiz tayyor, bitdi. Ana endi bu narsani men xo'p, repository yozishim kerak va database bilan integratsiyasi uchun GPA ga implementatsiya ko'rsatib o'tishim kerak. Xo'p. Extends Digalong ishlatgan edik. Xo'p. Demak, repositoryni tayyorladik. Va shu o'rinda yana bitta ish qilib chiqa qolamiz. Mana manba propertiesni YAMLga o'zgartiraman. Albatta production uchun sizlar boshqa konfiguratsiyadan foydalansizlar. Men local configuration uchun H2 databaseni to'g'rilayman hozir. Xo'p, profilni lokalga qo'yib qo'ydik. Ana endi buni ichida men data source URL JDBC H2 mem va databasemizni kelinglar security deb nomlaymiz. Xo'p. Username sifatida default sani qoldiramiz. Parol hozircha kerak emas hamda driver klassga org h2 driverni ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p. Hozirchalik shu yetarli. Xo'p, ana endi repositoryga nazar solamiz. Xo'p, repositoryda hamma narsamiz bitdi. Lokalga o'tkazdik. Xo'p, kerakli bo'lgan asosiy strukturani tuzib oldik. Ana endi keyingi darslarda bu strukturalarni qanaqa qilib autentikatsiya jarayonidan o'tkazishni implementatsiyasini birgalikda ko'rib chiqamiz.